Üç padişahlık degan kinoni siz zat nima ish ko'rsiz? O'ylashib baqdingizmi? Nurg'unlar deydi. Üç padişahlık degan kino nihoyat qiziqarli. Biz bundan palvonlarni, qahramonlarni ko'rmaymiz. Ajoyib fayzi bir urush taktikalarini o'ttirib qo'ydi, ajoyib qiziydi deb. Yana ba'zilar deydi, men mush üç padişahlık kinosi orqali nurg'un narsani o'rgandim deb. Men mush keyindagi do'stlarga qiziqman, ham shularni hurmatlayman. Üç padişahlık bir kino bulup kalmasın, bunu da nurgulluğun karxan baş kuruş, xadim baş kuruş, iyilik tiklaş, muamele kılış, hatta yaşaş usulları eksentirilgen. Şu kinodan biz bunu esqalaymiz. Eğer sizin baştan esqalatgan bolsanız, demek kinoni to'g'ri ko'rgan bo'lsangiz. Agar bularni esqalanmagan bo'lsangiz, demek kinoni bekardan bekar qiziqchilik uchun ko'rib qo'ygan bo'lsangiz. Agar bu üç padişahlıktaki texim ko'p sirlar qiziqsangiz, texim ko'p narsalarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, üç padişahlıktan örnek edip, teximi yaxshi bo'lgan bilim ve tecrübelerini hosil qilmoqchi bo'lsangiz, mening Ünidar Top'uma kirib oling. Men Ünidar Top'da üç padişahlık ve karxan boshqarishda yurish holatda sistemlik ders so'zlab beraman. Ayrim xonam uchun qilsangiz, men sizni to'pimga qo'shib qo'yaman.